Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, xayrli kech barchalaringizga. Aziz vatandoshlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, hamma направлениялар bo'yicha bizlarda biletlar mavjud deganimizdek, mana hozir qarshimizda bir akamiz turibdilar. Bugun akamiz Sankt-Peterburg Ufa yo'nalishi bo'yicha, ya'ni Venetrenni ichki reyslar bo'yicha bizdan bilet olgan edilar. Mana hozir akamiz bilan mana har doimgidek, odatdagidek aeroportda kelib uchrashib, mana akamiz bilan gaplashib, mana registratsiyalardan o'tkazib, mana yordam qilib endi kuzatib qo'yamiz. Mana akamiz o'zlari. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz avvalambor. Qani, bugungi holat taassurotlar qanaqa aka? Biletlar samoglavni birinchi o'rinda. Biletlar ishonchli ekan? Tavsiya qilasizmi aka kassamizni? Hammasi zakon. Siz onlayn tarzda o'dingiz-a biletdagi? Onlayn olganman, просто sherakib, nima qildim, problema bo'lmadi. Gap yo'q aka. Mana biletingizni ko'rsatib o'ting. Biz mana shu topshiriqni aytdi. Mana aziz vatandoshlar, yo'nalishi bo'yicha akamiz uchadilar. Hurmatli aziz kanalimiz obunachilari, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Ushbu videoning ostida telefon raqamlari ko'rsatilgan. Hozir endi akamizni zal ajdanaga kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatishda